Tarixda nomlari qolgan buyuklar ko'p. Ular o'zlarining keng ijodiy faoliyati, ilmiy, adabiy va tarixiy asarlari bilan jahon tamadduniga ulkan hissa qo'shgan. Ular qoldirgan ulkan qumoro ming yildan ortiqroq vaqt davomida kelajak avlodlarning ham hurmat, e'tibor va e'tiroflarini qozonib kelmoqda. Alisher Navoiy tomonidan Malik-ul Kalom so'z podshosi rutbasi bilan ta'riflangan Mavlono Lutfiy o'zining maftunkor she'rlari bilan asrlar davomida muxlislar qalbida yashab kelmoqda. O'zbek xalqining Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburdan keyingi eng ko'zga ko'rinarli siymolaridan biri Muhammad Rizo Ilniyozbek o'g'li Ogohiy. Ogohiy nafaqat iste'dodli va zullisonayin shoir, balki tarixchi va mahoratli tarjimondir. Sakkoki 15-asr o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan hisoblanadi.